Hozir dizaynda shunaqa skritli galogenli trendda bo'lyapti. Hozir obyektimni xuddi shundan ishlatganmiz. Qaranglar. Buni plus tarafi bu gipsokarton bilan uruvini bitta keladi-da. Bo'yab yuborganda xuddiki galogen yo'q, gipsokartonning ichidan yorug'lik chiqayotganga o'xshab turadi. Hozir bulvardagi obyektimdaman. Buni amerikanskiy klassik stilida dizayn qilganmiz. Hozir sizlarga необычный fishkasini ko'rsataman. Bu obyektimning asosiy fishkasi patologdagi tyagalar. Ayniqsa oshxonaniki sложный bo'lgani uchun 3 martagacha qayta ishladik, to dizaynim bilan birga bir chiqmaguncha. Bizda bu tarafimizda kuxnya mebelimiz, plintusimiz, eshiklarimiz hammasi aynan xuddi shu rangdan, kачествоsi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bu rangi mana polimizdagi kafilimizga mosladim. Ahamiyat qilayotgan bo'lsangiz, polimiz oq-qora rang. Bu yerda ham mana to'q rangi men tanlaganman. Bunimizni bizda krashinni и italyanskiy sirka ishlatamiz mebellarimizda. Planirovkada oshxonamizning asosiy eshigidan tashqari zal bilan o'rtasiga ham раздвижной eshik berganmiz. Buni materiali shunaqa raflionniy stiklo bo'ladi. Bu devorimizning orasiga mana kirib ketadi. Juda ham qulay. Bu bizda zal, kirganda chap tarafga stol joylashtirganmiz. Bu tarafda bizda TV zona, ko'rishga qulay bo'lishi uchun to'g'risiga divan kreslomizni qo'yganmiz. Bu bizda prixoshka, hali bitsa ko'rasizlar. Prixoshkamizdagi tyagalarimiz ham juda ham chiroyli chiqyapti. Bu bizda детский ikkita bolaga mo'ljallangan. Bu bizda общий sanuzelimiz. Sanuzelimizning kafillari bitdi. Mana shunaqa teksturalari, liniyalari shunaqa ham chiroyli chiqdi. Bu yerda bizda родительский spalnyamiz, o'zini sanuzeli hamda garderobi bilan birga sanuzeliga shunaqa chiroyli решение qilganmiz. Poliga современный marokkanskiy stilda kafil tanladik. Stenasiga bo'lsa 1,75 lik matoviy kafil, bu tarafiga bo'lsa kabanchik bilan birga kollaboratsiya qilganmiz. Dizayner bu faqatgina chiroyli rasm chizadigan mutaxassis emas. Uni obyektlari o'ylangan hamda realizatsiyasi chizgandan ham chiroyli bo'lishi kerak. Dizayner xizmatlari kerak bo'lsa, direktga murojaat qilinglar.